Nech terdingiz? A? Nech terdingiz? Nimani? Kartangiz kodini. Mani kartam kodi nima? Ha, oxirini shundoq 60 nechidir terdingiz. O'sha eng oxirgi raqamni aytib oling. Nima qilasiz uni? Pul yechib olamiz kartangizdan. Nima mani kartamdan yechasiz? Kartangizni kodini bilib olib, keyin yechamiz-da biz uni. Nimani yechasiz? Kartangizdan pul. Tomingiz ketganmi? Boryapti-ki. Men kartamdan pul Yo'q, yechaman. hozirda ham yechdim. 2-3 ta odamnikini yozib oldim, bolalar. Siz nima deyapsiz? Bu meni kartam, shaxsiy kartam. Yo'q, qarang, 31 bosdingiz oxirini ko'rolmadim. Shuni aytib yuborsangiz. Nima aytaman? Jinnimi siz? Men hozir erimga telefon qilaman, boring naqa. Tushunmayapsiz. Kreditlarim bor-da, o'shanga. O'zingiz ishlab toping, boring. Jinniromisiz, nima deyapsiz? Tushunmayapsiz. Amal qilish muddati bilan kodingizni aytsangiz, men siz kartangizdan pulimni yechib olaman, pulingizni yechib olaman-da. Jinniromisiz, nima deyapsiz? Boring, ishlab pul toping. Nima men kartamdan pul yechasiz? Kreditimni ulab qo'ysam, masalan, men o'zim topgan pul o'zimga, siznikini bu yoq kreditga ketib turardi-da. Meni nima ishim bor? Boring, boshqa odamnikini yeching. Pul kerak-da, ozgina rasxodlik. Men rasxodlik. hozir telefon qilaman, boring, keling. Yo'q, kimga qilsangiz ham, prosta kerak edi-da. Nima farqi bo'lmaydi? Boring, keting. Yo'q, qarang, men rasxodlarim bor. Bu meni shaxsiy kartam. Nima deyapsiz? Kimdir bilan Siz asabiylashmang. Puli, masalan, oyiga 3-4 ming tushib tursa, 3-4 million tushib tursa, masalan, men yechib turardim-da uni. Bu pul meni shaxsiy ehtiyojimga ishlatiladi. Jinni, meni kartamdagi pul sizni shaxsiy ehtiyojingizga ishlatiladimi? Endi kerak bo'lyapti-da. 31 nechi edi? O'ylayapsiz. Sizning ishingiz bor. Qaysi karlar bilan gapiryapsiz? Yirmisiz? 26-chi. 61 62 da menimcha. Voy. Ozgina kam ekan sizga. 31 62 ekan. Bo'ldi. Yechib olamiz, xafa bo'lmaysiz. Men o'zimga ishlataman, noto'g'ri tushunmaysiz. Nega bola chaqaga ishlatamiz? Siz Sog' bo'ling. To'xtang, men sizga telefon qilaman.